Evet qizlar, qarasizlar, bugun biz sizlar bilan kechqurungi va kunduzgi vlog olamiz. Qani ko'ramiz? Kechqurungi vlog qiziqroqmikan yoki kunduzgimi? Sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Qani unda go slow like va podpiska bosib qo'yish esidan chiqarmanglar. Hozir men o'tiribman Barsa bilan Real futbol bo'layotdi. Bu qachon olgan videom? Hozir men tashqi oзвучка beryapman. 4-2 bo'ldi, keyin 4-3 bo'ldi. Sizga kunduzgi video qiziq bo'ldimi yoki kechqurungimi? Kommentda yozib yuborasiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. I love you. Hali biz kechqurun ko'chaga ham chiqamiz. Tak что oxirigacha ko'ringlar. Qisqalik qilishga harakat qildim. Juda ham ko'plar shunaqa kopilka yasashdi. Sizga ko'zini ichib bo'lib qoldim. Men juda ham kam soldim ko'rganglar deb bashdim. Ko'p o'chirilmalar, tamazini o'chirilgan. Xullas men uncha pul olmayman. Да, sizcha yoqib qoldingizmi va siz nimaga yig'yapsiz? Kommentda yozing. Qizlar, bitta gap. Hozir mana birinchi minut vali meni kanalimda trend bo'layotgan kitoblar. Bu kitobni men kechqurun uxlayotgan, uxlashdan oldin o'qiyapman. Buni esa shunaqa paytlar, bo'sh vaqtlarda o'qiyapman. Lekin buni ham ko'p o'qimadim. Qizlar, videoni qiziqarli joyi yaqinda keladi, chunki men sal kechroq bo'lsin. Ko'chaga yolg'iz kechqurun chiqib ko'ramiz. Qanaqa bo'larkan? Men reaksiyamni ko'rasizlar. Davaychi qizlar, hozir men bunaqa stikerlarni, ya'ni zizova chiqqan stikerlarni yopishtiramiz. Shu bloknotga menimcha bu bloknotimni ko'plar ko'rmagan. Bu eski bloknot ancha bo'lgan. Qaranglar, futbolistda kaptonga va yuzlari yopishmadi. Chiloq yuzi. Nice. Videoda ko'rdinglarmi? Yozdim-ku. Anaqa. Ice cream ekan. Bunda AI deb yozilganda. Bu chunki inglizchada emas-ku. Qasdi. Qaranglar, men yangi o'ta steplerimni. Bu steplerimdan qancha farq qiladi. Buni ichiga soladigan temirchalari ancha kichkina. Katta. Bunaqa teshadigan bor, dirakol deydimi? Dirakol shunaqa. Teshib ko'ramiz. Yana shu bloknot. Вот, классно. Voh! Anti yig'ilyapti. Musiqalarni osinglar, to'ksanglar bo'ladi. Kimda bor kommentda yozib yuborsin. Anchadan beri o'qimay qo'ydim bu kitobni. Davaychi shuni o'qiymiz. Hali ham muqaddimani tugatganim yo'q, ya'ni kirishga o'xshagan joyini. Endi bu kelgandim lekin. Yo'q, hali ham bo'tdi. Yo'q, men kelganman. Yopishtirib bunaqa. Bunaqa shart emas ekan, bunaqa lentachkasi bor ekan. Endi ko'raman-da. Qo'yamiz. Hozir aylanib yuraman. Nimalar bor ekan? Qornim ochmasdi. Nimadir yekim kelyapti. Ko'ramikan, hamma biladi. Avtomatik qo'yganman. Biraz juda yaxshi. Qaranglar, yangi ko'p chiqarman, xolam berdilar. Chiroyli. Bitta bunaqasi bor. Tortiladi. Boylavasizlar bo'ladi. Ko'rinmayaptimi? Hozir 10 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
chigirtka keyin qurbaqalar ko'payibdi. Ko'chaga chiqqim kelyapti. Qurbaqa topamiz. Soat 9:30 bo'pti endi. Qo'rqinchli, rosa vaqillashyapti qurbaqalar, chigirtkalar. Qo'rqinchli-da. Yaxshiyam bo'ldi svet bor. Qurbaqa ko'rgim kelyapti. Sofi doimgidek 24/7 shotda. Xullas, nima deyva yulduzlar qani? Kameram ko'rsatmaydi eshitdimi? Yulduzlar ikkinchi xolos. Okey. Bu yotganimni qarang. Shopi. Bildi. Qaranglar, chiroyliligini yoqqan. Mana bitta nimada uchyapti. Ko'rasizlarmi, yonib o'chyapti. Ketdim, men qo'rqaman. Men qo'rqaman albatta. Fu, qaranglar qizlar. Ishlaqurt. Hali beri uxlamayman deb o'yladim, ammo uyqum kelib qoldi. Endi ertalab ko'ramiz, nima qilar ekanman. Вот и bloknotchikim. Oy, midvomman va xayolim boshqa joyda. Bu kitobi o'qib uxlayman. Buni o'qib uxlamasam kerak. Og'ir. Давайте. Buni o'qib o'tiramiz azgacha, lekin bu yerda emas. Buni avvalamiz kichkina malikani shunaqa zakladkasi tushib qoladi shekilli. Qat'iyan eslaman topishim. Voy, svet o'chirib qo'y. Ana. Men turdim, endi ertalab nima qilishim? Yuz qo'llarimni yuvib chiqay. Yuvib chiqdim, bilgan bo'lsanglar aytibki, futbolka kiyib yurdim. Yo'qalik kiy deyishgani uchun koftam kiyaman, dazmol qilaman. Va kiyinib ham bo'ldim. Aslida yaxshilab ko'rsataman. Yaxshi dazmol qilmoqman. Sochimni tarab olaman. Oddiy qilib yig'ib oldim. Endi attirib olaman. Hali bu atir tugamadi. Kechagi hozir biz kapelkamizga pul solishimiz kerak. Men o'chirdim, o'chirib qoldim. Chunki 20 minutga ko'payib ketganda, momentalik kamroq. Endi popka jonimiz to'ldiramiz. Bo'ldi, Bot jismoniy mem avalamiz. Popkamda turib siyoh bo'lib ketdi, kecha siyoh to'kiluvdi, rasmi ham bor. Xullas, shuni ham sepaman. Просто запах uchun, hid uchun og'izga. Tak olamiz. Voy, dod, chiqib ketdi. Voylarni oldim. Biram yaxshi dazmol qilmoqman. Вот, krossovka jismoniy bo'lgani uchun ataqdali kiymasdim. Osmonda bulut yo'q. Birozdan bir xil havoda voshya bulut yo'q bo'ladi. Bir xil payt bulutda chiroy yig'ilyapti. Bir xil payt sochilib ketgandek qanaqadir xullas. Tavba qildim, bironta bulut degan narsa qolmadi. Va yerda yiqilishimga qo'yganing. Chunki mametdan qilib bordi, yiqilib ketishingiz mumkin bo'lib. Qarang qasiz. Oyog'imni tiqib o'tirgim keladi, lekin o'sha kun Shabnamda bu yerda ilon ko'rishibdi, ilon. O'shaning uchun ham lekin bu yerda zahar ilonlar bo'lmasa kerak. Baribir ham chaqsa og'riydi-ku. Og'irsa kerak. Ko'rgan shokoladlarimni yeb olaman. Chunki choy ichishga ulgurmadim. Ammo ko'pincha ertalab ichmayman, ertalab ichish yoqmaydi. Biz jismoniydamiz hozir. Jismoniyda futbol o'ynashyapti, o'ynagimiz kelmayapti. Biz ketyapmiz.
sizlar uyga kelib kiyimlarimni almashtirib bo'ldim. Vashshi ko'cha suv. Kelib oldim xullas. Sizlarga kechqurungi vlog yoki ertalabki vlog yoqtirman. Qaysi biri yoqdi ko'proq? Komment yozinglar. Menimcha kechqurungi, chunki kechqurun ko'proq narsalar qildim. Ertalab maktab bor. Невозможно, shuning uchun ham obedgacha olishga qaror qildim. Bo'lmasa ertalab kiyinib bo'lib ketib qolsam bo'lar. Sal zo'rroq basim dedim. Bag'ishlama qilmadim hali. O'zimga doshrak tayyorlab oldim. Hali pishgani ustini yopish kerak edi. Hozir yopamiz. Doim lapsha yoki doshrak tayyorlayotganimda daramma ko'rsasimga tushadi. O'sha hozir nomi ko'zimga chiroyli ko'ringan dorammani boshlaymiz. Qilaman lekin sizlarga hech qilgan ko'rsatmayman, chunki videoni kapkutdan saqlanib qo'yishim kerak. Saqlanib o'tgan payt video olaman.